menga. O'chir ovozingni. Hostilingni kesib, mushularga berib yuboraman. O'chir ovozingni. Kim bo'ldi-da? Jim bo'ldi-da. Hostilingni kesib olaman. Hosting bilan tilingni kesib olaman. Voy, namcha ko'p chirillaydi bu bola-ya. Akasiga o'xshab yig'lo chiqdi bunisi ham. Hozir nimaga hamma yog'ing qon? Nima qilding? Voy sho'rim, voy. Berchoni nima qilding? Nima qilding? Gapir. Qatingni kesding. Nima qilding? Aya, tilini kesaman, babi yig'layapti. Kimni? Qoch! Nima qilding? Nima qilding bo'ladi? Yordam beringlar! Pulim qolib ketibdi-yu, voy. Ha, tinchlikmi? Voy bola, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Voy pichoq. Voy bola. Haligi tez yordam. Voy Zubayr bolam, nima qilib qo'yding? Voy Xudoyim. Voy Alloh. Voy Xudoyim. Voy Allohim. Voy Zubayr bolam, nima qilding? Qizimga bir narsa bo'lsa, men ham san tilingni kesib olaman. Sog' qo'ymayman. O'lasan. Ishqilib, duo qilib tur. Qizim operatsiyadan salomat chiqib qolsin. Labi oyijon. Yo'q, operatsiyadan hali chiqmadi. Oyijon, duo qiling. Qizimga hech narsa qilmasin. Ko'proq duo qiling, oyijon. Yo'q, yig'lamayapman, oyi. Oyi, iltimos, o'g'limga ham yaxshilab qarang, hali yoshda. Endi aqli yo'q, nima deysiz? Bo'pti, onajon. Doktor, qizim ahvoli yaxshimi? Ahvoli yaxshimi? Hammasi yaxshi. Qonni to'xtatdik. Tildan qon to'xtashi biroz qiyin bo'ldi. Shuning uchun qon quyishga to'g'ri keldi. Haliyam Xudo asrabdi. Tilini yarmidan yaqini qirqilgan, uzilib tushmabdi ham. Kesilgan joyini tikdik, hammasi joyida. Ishqilib, jarohatsiz bitadi. Bitadi, lekin ancha vaqt kerak bo'ladi. Onasini iymonmaydi. Amallab suyuq kasha berib turasizlar. Bechara. Qizalog'imni joni rosa asablanibdi-de.
Doktor, iltimos sizdan. Nima kerak bo'lsa hammasini qilib beraman. Qancha pul kerak bo'lsa, nima qilish kerak bo'lsa qilinglar. Iltimos. Xo'p. Qizim tuzalib ketsin. Rahmat sizga. Xo'p, salomat bo'ling.